Chesnokni o'rniga ekilgan kartoshkamiz. Bu tomon Santa, Pokiston santasi ekilgan. Xo'p, chiqishi yomon emas. O'rtada esma bor, keyin gala bor. Gala rosa sho'x ekan, tez chiqqan. 2 kun oldin qator orasi yumshatildi. Kultivatsiya bo'lgan. Bugun chopiq bo'lyapti. Xo'p, naryoqda hasharchilarimiz dam olyapti hozir. Chopig'i ham chiqyapti, xudo xohlasa. Bundan keyin yana bir marta kultivatsiya qilinadi, keyin ochar olinadi. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 26-iyul 2026-yil. Aytgancha kartoshkamiz 30-iyunda ekilgan. Ekilgandan keyin 3-video qilyapman, adashmasam shunday. Bizda hozirgi kunda qilinayotgan ishlar shulardan iborat. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Hammangizga rahmat.